Qurilishda ustalar yeyishgami? Ha, ularga sifatsizlari ham bo'veradi. Arzonroqlarni ham olib berishni ham yuborib urishadi ular. Bitta prorab bilan qurilishga ustalarga oziq-ovqat olganda bozorga tushib qoldim-da. Billa yurdik aylanamiz bozorida. Oziq-ovqat olayotganda, tanlayotganda ustalarga deyordi-da, sotuvchilarga. Hayron bo'ldim. Keyin bilsam, ustalarga desa, sotuvchilar ularga arzonroq, sifatsizroq narsalardan berar ekanda, ya'ni ustalar yuboraveradi degan ularda shunaqa e'tiqod bor ekan. Keyin to'xtang dedim. Aka, ustalargami desa, ha, ustalarga bunaqa narsa olmaydi, ustalar o'zingizga ravo ko'rganni, ustalarga ravo ko'rmaguningizcha, aka dedim, 102 bo'lmaydi, qurilishda baraka bo'lmaydi dedim. Bizda paytlarda, biz ustachilik yurgan paytlarda qurilishda uy egasi oyog'imizdan tegi qo'y so'yardi. O'sha qo'y go'shtidan o'sha obyekt bitguncha ovqatlar qilib, oshlar qilib, taom pishirib berardi bizga deb aytsam, hayron bo'lib qoldi. Unaqa zamon o'tib ketgan-ku deydi. Hech qanaqa unaqa zamon o'tib ketmagan dedim. Qurilish materiallaridan umuman pulingizni ayamayapsizmi, birodar? Ustalarni yeb ichishdan ham ayamang. Ustalarni yeb ichishdan ayaganingiz bilan uyingiz juda ham zo'r bitib qolmaydi, chiroyli bo'lib qolmaydi yana ham. Yoki baraka kirib qolmaydi oilangizga, okay?